Bora judayam charchab ketdim. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kompot va mana yangigina videorolikimga xush kelibsizlar. Xullas kalom, bugun men o'zida ko'rishim mumkin shahardan qaytyapman. Savol bo'la ozgina ishim chiqib qolgan. Ya'ni bo'la zo'r narsalar sotib oldim. O'zida ko'rishim mumkin. Mana invertarimni hozirdagi xomasini qanaqa narsaligini ko'rsataman. To'g'risi bugun judayam charchadim. Hozir ichkariga kirib olaman va barakka bosib oldim. Hammalar o'zida ko'rishim mumkin. Juda ham charchayapman. Shuning uchun bola qaranglar. Xullas kirom, mana hozir nima sotib oldim o'zida ko'rishim mumkin. Hozir juda ham charchab ketdim. Hozir uxlayman. Tak, bola, bu esa oddiygina atir, mana o'zida ko'rishim mumkin va mana bu esa bo'pti. Buni aytmay qo'ya qoling hammalar. Bu esa disk bola, bu bilasizlar, notebook uchun qo'llaniladi. Ya'ni pastki qismiga qo'yiladi, ya'ni sovutib turadi bola. Tak, mana bu esa mana o'zida ko'rishim mumkin. Bu juda ham zo'r komfort. Xullas, mana yeysizlar. Qani oppaga bosilsa qaranglar bo'la. Hozir sizga ko'rsataman. Oppa! Ko'rdilarmi bo'la? Ko'rgan bo'la, mana bu narsa kichraytirsam, mana bu narsa esa katta qiladi. Mana bo'la ko'rgan, bu esa nasibada yaqin televizor olaman, shuning uchun pult va mana bu esa mana bu yostiq juda ham yumshoqqina. Bo'pti, endi esa bo'la, men uxlashim kerak, bilasizlar, mana atirni hammasini bir yerga ertaga joylashtiraman. Endi esa fakilni olib qo'yaman va bu yerga uxlashga yotaman. Mayli bo'lar, charchamanglar. Ertaga sizlar bilan gaplashamiz. Albatta, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana o'sha Kompotni uyi. Endi esa Kompotga juda ham zo'r prank qilamiz. Oldin esa u jitillarni qurgan politsiya mas'uliyati qamoqxonasidan qochib ketgan edi. Endi esa bizlarni qamoqxonadan umuman qocha olmaydi. Qani sekin kiramiz, uyg'onib ketmasin. Mana uxlab yotibdi. Hozir bunga juda ham zo'r prank bo'ladi. Qani, menimcha umuman uxlayotgani yo'q. Juda ham yaxshi. Kim bu? Tushunmadim. Nima? Kim bu? Nima? Politsiyaski. Bo'l sekin. O'y, yuring tez. Qayerga yuraman? Jinnimisiz siz? Tezda hozir ot tashlayman. Bo'ldi. Mashinaga o'tiring. Qayerga politsiyaski? Axir siz jinni bo'lib qolsa, qayerga borishim mumkin siz bilan? Hozir borgandan ko'rasiz, yuring deyapman. Xo'p. Sir bo'lmasa meni nima uchun olib ketyapsiz, politsiyaski? O'tar uchun nega bilasan? Xo'p, uravermang, bo'ldi. Davay. Yo, jin ursini. Bunchalik ham jinni bo'lasizlarmi? Davay, ketdik, gapiravermasdan yuring. Mana o'sha joyga ham yetib keldik. Tushunmadim, politsiyaski, bu axir mahkamami? Nima bu? Qamoqxona? Da, yuring. Mana nima uchun savobda axir qamoqchisizlar? Davay, yuring tez. Keyin gapirib beramiz. Tushunmadim, politsiyaski, nima uchun meni axir qamoqchisa bu yerga axir nima qayerga olib ketib qo'yishadi meni? Xulosa kiram, bu bizning qamoqxona va oldin siz qishloqlarning qamoqxonasidan o'tib ketgan edingiz va sizni sinov maqsadida shu yerga olib keldik. Mayli, o'zimga aytsanglar bo'lardi, o'zim kelardim shu yerga. Barram, bu o'zim olib kelgan bo'xshiga bo'ladi. Mayli. Nega qochib keta olsangiz, qoyil qolaman. Bu yerdan qochib ketish hammaga emas. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, zashtani juda ham kuchli. Mayli, davay, yuring tez. Mayli, uravermang. Davay. O'zida ko'rishim mumkin yangi quyon. Yaxshi. Davay. Bo'ldi, uravermanglar. Uraver, patim chiqardinglar. Davay, kiring ichkariga. Tushunursin. Bu qamoqxonaning kattaligiga bu yerdan qochib ketish sizga emas. Qani, boshlanchi qayerga? Tepaga. Balakat, mana bu o'zida ko'rishim mumkin. Mana qanaqadir qamoqxonaga olib kelib qamamoqchi. Qayerga? Mana bu yerga kirasiz. Mana uchun ataylab qurilganmi? Da, siz uchun. Voy, balakat. Mayli, ochib berasizmi endi? Ochib beraman. Davay, kiring ichkariga tez. Xo'p, ochib bersangiz kiraman. Balakat, uravermanglar. Patim chiqardinglar, uraverib. Bo'ldi, farqi yo'q. Xullas kiram, hozir sizga non olib kelib berishadi. Yo, bo'ldi, qaranglar mana bu yerni. Xullas kiram, yangi quyon, mana sizga nima so'radan non. Hozir sizga non berib ketaman va o'shani yeb o'tirasiz. Nima, boshqa ovqat bormi menga? Yo'q, faqatgina non yeysiz xolos. Sen bo'la o'zida ko'rishim mumkin. Bu yerdan qattiq chiqaman bo'lmaydi. Bo'la qaranglar, bu juda ham qattiq. Mana eshiklar esa temir eshiklar. Hozir sizga non olib kelib berishadi, o'shani yeb o'tiring bo'ldi. Baribir bu yerdan qochishga urinmang, qocha olmaysiz. Tushunursin, boru bo'ldi, qaranglar. Qanaqadir challenge uchun bu yerga olib kelishdi. Mana endi bu yerdan qanaqasiga chiqaman axir? Mana bu yerlar hamma yoq bu yerlardan chiqib umuman bo'lmaydi. Buni hattoki buzib ham bo'lmaydi. Lekin mana bunaqa narsalar bor. Bular bilan bir balo qilsam bo'ladi menimcha. Sababi bular bilan albatta bir balo qilsam bo'ladi. Bo'ldi, qaranglar. Kerak narsalar menga bular bilan qochib ketish mumkin menimcha. Tak. Mana bu yerdan assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana sizning noningiz shu yerda qayza o'tiring.
Oho, Jennerson nima bu? Achib ketgan nomi? Bu achib ketgan-ku palakat. Sizga bo'laveradi. So'ng yeb o'tirsangiz, qorningiz ochdir, qorningizni ochdir. Bo'lib boring, вообще gapirganingiz yoqmayapti. Xullas kerak, mana shu nonni yeb o'tirasiz, agar qochib ketadigan bo'lsangiz, mana buni ham sheng. Nima bu? Kerak bo'ladi endi sizga. Tushunmadim, qanaqasiga? Challenge qoidasi shunaqa, palakat. Tushunursin, bo'ldi, mayli, menga qanaqadir narsa berko'chdi. Xullas kerak, bu yerdan baribir ham bilasiz, bu yerdan qochib keta olmaysiz. Bu yerda millionta qo'riqchi bor. Xo'p, palakat bilaman uni. Palakat bo'ldi. Mana bu yerda qanaqadir non tashlab ketishdi menga. Bilmadim endi bu yerdan qanaqasiga qochaman. Mayli-mayli-da, qanaqadir non bilaman, nima qilishim mumkin. Mana bu narsalar bilan qaranglar bo'lib. Bu juda ham kichkina qilib qo'yadi. Mana qaranglar, hozir sizlarga kuchaytiraman. Boshqa narsalar yo'q menda, lekin bo'lib bu yerdan taqqani bo'lib. Qani tavakkal qilamiz va yo'q, bo'lib bu yerga sig'mas ekanman palakat. Juda ham kattalik qilaman bu yerda ishga. Hamma endi esa menimcha boshqa yo'llar ham bo'lishi kerak. Tak, bo'ldi. O'ylan, kompot, o'yla. Boshqa yo'llar ham bo'lishi kerak axir, bo'ldi. Stop. Bu bo'la menimcha nonga o'xshamayapti. Bu menimcha bo'la modeliga o'xshayapti. Cho'ta bo'la qaranglar, bu hech qanaqa non emas. Bo'la qaranglar, o'zga ko'rsataman. Kichrayib olamiz va rostdan ham model ekan bo'la. Bu hech qanaqa yeydigan non emas va ichkarisi menimcha ochiladi buni. Bo'la mana o'zida ko'rish mumkin. Buni ichkarisi ochilar ekan bo'la. Tak, endi mana bu yerdan ozgina teshik ochib qo'ysak juda ham yaxshi bo'ladi bo'la. Demak bo'la bu nonni nima uchun tashlab ketganlarini endi tushundim bo'la. Tak, endi mana bu yerga qo'yamiz va bo'la o'zimga sharoit yaratib oldim. Endi shu yerda turaman va hozir menimcha mana olib ketishlari kerak. Stop. Menimcha tushunmadim. Mahbus qani? Menimcha nonni yemaganga o'xshaydi. Mayli, oshxonaga borib qo'ya qolaman. Bo'la sekin gapirmaslik kerak, qilishimiz kerak. Bo'la qani, mana bu nonni sekin endi taralga yozib olib boraman va endi oshxonaga olib borishim kerak. Jennerson bu yerga mahbus qayerga ketgan ekan? Mayli, odamlarga aytishim kerak. Bo'la, Jennerson, men olib ketyapti. Bo'la sekin gapirmaslik kerak, qilish kerak bo'la. Eng muhimi umuman gapirib qo'ymaslik. Jennerson palakat. Shu nonni qayerga qo'ysam ekan? Oshxonani mana bu bir chekkasiga qo'ysam bo'ladi menimcha. Qani? Yo'q, nima bo'ladi? Buni ichida qanaqa tarakan bormay bo'ldi. Menimcha ketdi. Sekin. Muhim ish qo'ymaslik kerak va bo'ldi. Menimcha ketdi-da, bo'ldi, eshik yopildi va hammasi yaxshi. Endi esa bu yerdan bo'ldi chiqib ketishimiz kerak. Juda ham yaxshi bo'ldi. Rejam ish berdi. Endi esa bu yerdan birovlar chiqishga harakat qilishim kerak. Tak, mana bu yerni sekin ochamiz va rostdan bo'ladi. Bo'ldi, zo'r. Hammasi zo'r. Menimcha oshxonadamiz bizda, bo'ldi. Oshxonada paydo bo'ldik. Juda ham yaxshi. Tak, endi esa o'pina qilamiz va bo'ldi. Tak, endi bu yerda ham Jennerson palakat, bu yerda ham temir eshiklar, bu yerdan qochib bo'lmaydi. Qanaqa o'yla, kompot o'yla. Mana bu yerdan ham yo'q, bu yerda ham stop, kanalizatsiya quvurmi? Menda bitta ideya bor. Buni kanalizatsiya quvuridan o'tib ketsam bo'ladi. Dedim, mana buni tashlab boraman va bo'ldi. Endi esa kichkina qilib olamiz o'zimizni va shu yerdan o'tib ketsam bo'ladi. Tak, mana bu teshiklardan sekin o'tib ketamiz va juda ham yaxshi. Menimcha bu yerda har bir nimasi bo'ladi, tuzoq o'ylangan, juda ham yaxshi. Tak, endi mana bu tarafdan o'tamiz. Mana bu yerdan. Lekin politsiyalar ham ahmoq emas. Bu yerlarga qo'pqon qo'yib qo'ygan bo'lishlari ham mumkin. Shuning uchun amallab nimasi bo'ladi, juda ham ehtiyotkorlik bilan o'tishimiz kerak. Albatta, agarda qo'pqonga tushib qoladigan bo'lsa, tirik qolishimiz albatta imkonsiz. Takkinsa mana bu yerdan sakraymiz va juda ham yaxshi. Sekin shu yerdan o'tib ketsak bo'ladi va menimcha bu yerdan kanalizatsiya quvuridan chiqamiz. Juda ham yaxshi. Tushunsiz, bu yerda qanaqadir labirint palakat. Menga umuman labirintlar yoqmaydi. Mayli, tak, endi mana bu yerdan o'tamiz va mana bu yerdan o'tamiz. Menimcha bu unchalik ham labirintga o'xshamayapti, lekin tupik labirint ekan, labirint. Tak, mana bu yer menimcha bular hammasi men uchun atalib qurilgan. Tak, endi mana bu yerdan o'tamiz va juda ham yaxshi. Tak, endi esa bu yerdan tushunmadim. Axir bular men bilan hazillashyaptimi? Axir bu yerdan tushib ketsam, Jennerson juda ham yaxshi bo'ldi. Axir bu yerdan tushib ketsam demoqchi edim. Bu yerdan endi biroqlab tushishim kerak. Baribir agar tushmay o'tiradigan bo'lsam, juda yomon bo'ladi. Palakat, kichkina oyoqlar bilan bu yerdan tushishim oson emas. Tak, endi mana bu yerdagi suv bor ekan. Nima deysizlar, tushib ko'ramizmi? Mayli, qani. Mayli, tavakkal, bu yerdan tushib ko'ramiz va qani mana bu yerdan yo'q. Suv. Jennerson kamera o'chib qolibdi, palakat.
Suvga tushdim va ana qo'yadi. Bu yerda esa qanaqadir yo'q kanalizatsiya quvurlari Nurson. Takin esa bu yerda sekin chiqib ketamiz va ana opa juda yaxshi endi esa katta bo'lishimiz kerak. Juda yaxshi. Qo'yil bu yerdan biz chiqib ketdik bo'ldi. Ura. Juda yaxshi. Kompot. Voy kompot. Nima? Qishloqlar qanaqasiga keldilar bu yerga? Biz bu yerda sayl qilib yurgandik. Sayl Nurson bo'ldi. Bovani qo'yadi bu yerda qishloqlar bor ekan. Yaxshimisiz qishloqlar? Kompot bu yerga qanaqa kelib qolding? Bu yerda men surati juda ham katta tuzoqlardan o'tdim. Tuzoq nima? Bu yerda seni politsiyachilar nima ushlab olishdimi? Dedi shunaqa. Bizlar esa bu yerda mazza qilib piknik uyushtirayotgandik. Men sizni endi sen topolmading qishloqda yo'q ekansan bugun. O'zi piknikka chiqmoqchi edik. Senga aytilmay qo'ygan. Tushunarli, mayli. Mana bu narsani ham bir yerga yashirishim kerak. Palaga chetilib shu narsalar orqali men shu yerdan qochib ketdim. Juda ham yaxshi kompot. Kecha aytganda o'zi ham ertaga nasburada shu kompotni shu yerga qamab qo'yamiz deb. Nimaga menga aytsalar bo'lmaydi shuni. Endi surpriz bo'ladi dedi. Tushunarli, mayli qishloqlar. Oldin seni bilasan, oldin seni o'sha yerga qolmagandik. deb o'yladi Nurson. Bu yerda esa mana uchun joy bo'lsa kerak. Mayli bo'ldi, o'zida qo'shilib mumkin. Mana bugun juda ham charchadim sabab bo'ldi. Bu o'zida qo'shilib mumkin. Tuzoqlar qanaqa zo'r, qanaqa qiyinligini o'zida qo'shilib mumkin. Mayli bo'ldi, charchamaylar, sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videoda tashlashguncha xayr bo'linglar. O'zida qo'shilib mumkin. Bugungi videoda nimalar bo'lganini, shunaqa katta tuzoqlardan o'tdik. Mayli bo'ldi, hammaga xayr, sog' va salomat bo'ling. Sizlar bilan men Kompot bo'ldim.